Biz oldingi videomizda bu dvigatel uchun kondensator tanlash formulasini ko'rib chiqqandik. Va hisob kitobimiz bo'yicha 10-11 mikrofarad atrofida kondensator kerak edi. Mana bizda MBGC markali kondensator. Bizda faqat buni kuchlanishi imkon qadar 400 voltdan kam bo'lmasligi kerak, lekin sinov uchun ishlatsak bo'ladi. 250 voltlik kondensator. Lekin imkon qadar maslahat bermayman. Kamida 400 voltlik kondensator. 450-600 volt bo'lsa ham yaxshi. Noyabr oyi 79-yilda chiqarilgan. Bu kondensatorlar 20 yil garantiyasi bilan chiqariladi, lekin kamida 40 yil ishlaydi. Mana buni hisoblaydigan bo'lsak, o'zingiz yildan chiqarib olsangiz bo'ladi. Bu necha yildan beri hali ishlab kelyapti va yana ishlaydi. Xo'p, bizda mana dvigatelimiz. Hisob kitob bo'yicha oldingi videomizda ko'rib chiqqandik. 10-11 mikrofarad atrofida kondensator ketardi, ya'ni 1069. Biz ulaganmiz. Mana kondensator. Bu yerda bizda sxema bo'yicha mana shunday ulangan. Biz aniqrog'i 3 burchak ulagandik. Mana endi ishlatib ko'ramiz hozir. Avtomatimiz yoqamiz. Ishlayapti. Endi biz mana bu sxemadan foydalansak ham bo'ladi. Mana qismga tumlar qo'yish orqali faza yoki noldan kondensator orqali kuchlanish berish orqali uning yo'nalishini o'zgartirish mumkin. Bu yerda hozir tumlarni mana bu yerda biz tumlardan foydalanganmiz. Endi buni boshqa yo'nalishga suramiz. Endi buning yo'nalishi o'zgaradi. Buning yo'nalishi o'zgardi. Shunday qilib o'ngga yoki chapga revers sxema qilish mumkin. Birgina tumlar orqali. Faqat buni tokiga qarab, tumlarning ham tokini to'g'ri tanlash kerak. Bizda 0.5 amper atrofida bo'lsa, tumlarimiz toki 10 amperlik. Albatta imkon qadar buni saqlagich yoki avtomat bilan sinab ko'rgan ma'qulroq. Mana bizning oldingi videomizda ko'rsatganimiz bo'yicha kondensator to'g'ri tanlangan va bizda 50 vatli dvigatel bo'lgani uchun bunga pustkovoy kondensator shart emas. Birgina rabochiy kondensator o'zi bilan ishlaydi. Faqat kondensator sig'imi bo'yicha to'g'ri kelish kerak, kuchlanishi bo'yicha imkon qadar 400 voltdan kam bo'lmasligi kerak. Dvigatelimiz ishlayveradi. Formulasi esa mana shu formula bo'yicha imkon qadar 5 kilovatgacha 4 kilovatdan oshirmagan ma'qul. Kondensator bilan 3 fazali dvigatelda bir fazaga 180-220 ga ishlatsa bo'ladi. Buni usullari ko'p. Biz faqatgina kondensatorligini ko'rdik. Bu effekt beradigan usul. Buni semister bilan qilsa ham bo'ladi. Faqat biroz obmodga qiziydi. U ko'p ham effekt bermaydi. Effekt kam to'g'risi. U dvigatelga zarari bor. Ikkinchi effekti qarshilik orqali. Faqat qarshiligi to'g'ri tanlash kerak, quvvati va qarshiligi bo'yicha. Lekin bizdagi eng optimal variant kondensator hisoblanadi. Va bizda mana ko'rib turganingizdek ishlayapti. Pustkovoy shart emas.